Okay. Demak, taskcha biz uchun ancha muhim narsa, chunki bizga ballimizni 70% beradi-da. Men shunaqa hisoblayman. Va oranglarda ko'pchilik sezgandir ham. Task 1 ni yaxshi yoza olmasangiz ham, task 2 zo'r bo'lsa, sizga yaxshi natija chiqaradi-da. Men bir marta yozganman, 350 tacha so'z yozganman task 2 ga, 250 ta so'ralgan joyda, task 1 ga vaqtim ham yetmagan, keyin yozgim ham kelmagan. 40 ta 70 ta oralig'ida so'z bo'lgan, but still menda yaxshi ball chiqib bergan, 60 plus chiqib bergan. 62 midi, 64 midi, nechidir edi. Demak, bizga task 2 70% ballimizni olgandan keyin yana bitta narsani aytib o'taman. Sizga multi levelda beriladi-ku. Как mana ikkita paper berildi. Birinchisiga task 1 yozasiz, ikkinchisiga task 2 deb turib. Shunda maslahat beraman va o'zim ham qilaman. Birinchi shuni yozishingiz kerak, okay? Chunki siz rost o'ylanib vaqtingiz task 1 ga ketkazib qo'yganingizdan keyin necha qolganda task 2 ni yugurib shoshilib yozishingiz bu sizni men katta ball beraman, lekin sen menga e'tiborini birinchi qaratmading degani bo'ladi. Shundoq paperlarni adashtirib qo'ymagan holda task 1nikini chetga surib task 2 ni olasizda. Taxminan men beraman 40-45 minutimi bunga. Masalan, 1 soatdan shunchasini bunga beraman. Okay? Mana shu narsa siz uchun to'g'ri usul bo'ladi. Examga kirganingizda birinchi buni yozing, task 1 ni emas va 40-45 minutingizni bunga sarflang. Undan keyin qolgan minutiga shoshilib qolasizmi, boshqa bo'lasizmi, task 1 ni yozsangiz bo'ladi. Lekin siz 30 minut task 1 ga sarflab turib, keyin bunga chala-chulpa qilib yozishingiz bo'lmaydi. Okay? So, demak, task 2 ni muhimligini tushuntirdim va endi sizdan so'ray, sizni dardingizni eshitib, hech ham so'ramadim sizlardan. Endi so'ramoqchiman. Nima problem sizda task 2 da? Endi task 1 da unaqa problema bo'lmaydi odamlarda. U qiyin narsa emas. Tushuntirib berganimda ham ko'rdinglar, qiyin emas. Sizda aynan nima problemalar? Hammada har xil. Menda masalan yosh bolacha bo'lib qoladi. Ya'ni struktura hamyoni bilsam ham ba'zi narsalarni sodda, aniq, precise qilib ifodalab bera olmayman. Chunki o'sha joylariga menda practice yetmaydi. Mendagi problema shu. Vocabulary demayman, ideya kelmaydi demayman. Hammada har xil. Endi sizlarnikini ko'ramiz. Idea generation, explaining the idea, fikr kelmaydi, grammatika, ideya, grammatika, vocabulary, ideya, ko'p yoza olmayman. Aha, ko'pchilikda bo'ladi shu ham. Ko'p yoza olmaydi. Rostdan chiqmaydi. Men o'zim birinchi marta yozganimda 250 tani o'rniga 100 tamiz zo'rg'a chiqqanda. Simple yozaman. Okay, hammada ideya, time management, mavzuni tushunmayman, g'oya sodda bo'lib qoladi. Hammada ideya ekan, ba'zilarni to'liq yozishda ideya va gap kelmay qolishi. Okay. So, sizlarga dars boshlashdan oldin men ChatGPT bilan gaplashdim-da. Men bugun darsim dedim. O'zi hamyonni biladi u. Professional hayotimdagi tushuntirdim. O'quvchilarga o'tib berishim kerak. Task 2 ni taxminan 30-40 minutda nimasini o'tib bersam bo'ladi dedimda. Keyin u ham bitta gapni aytdi va Nozima Qadamani ham darslarda xuddi o'sha narsani birinchi lesson sifatida olganmiz. Xuddi shunday qilib sizlarga ham aytib bermoqchiman. Ya'ni o'ta ko'pchilikda idea problemi, idea development. Hammada har xil. Menga 8 xil usulni o'rgatishgan, 3 xil usulni o'rgatishgan, ya'ni 3 ta stepda o'rgatishganda endi qanaqa desam bo'ladi. Hozir buni pastga olib turaylik-da. Men Simondan o'rganganim, adashmasam Simondan o'rganganman, yes. Ko'p odamdan o'rganganman-da, eslab ham qololmayman. Ideya berasiz, explain qilasiz, deyishgan, keyin example berasiz deyishgan. Shuni berishgan keyin yana bitta odam 8 ta stepni aytganda, bitta ideyani ochib berishni 8 ta aytib o'tgan. Ideya berasiz, o'qilasiz, keyin nimadir uni bog'laysiz deb 8 ta bergan, juda ham chalkashib ketganman. Va u odam o'ta ham ko'p yozib ketardi, chunki bari one o'ziga 8 ta holatda bersangiz, u bo'lmaydi-da. Men qiynalganman. Endi Nozimanikidan o'rganib oldim. Xuddi shu narsa menga plyusga ishladi, sizga ham plyusga ishlaydi. Shu paytgacha men o'sha 6 marta multi levelga kirgan bo'lsam ham, writingim 60 plus chiqqan bo'lsa ham, meni eng katta xatoyim deb o'ylayman
aytdim, oxirgi marta kirganda ham time managementni ushlolmay qoldim men. Chunki yozayotgan joyimda fikr kelmay qolsa, kerak bo'lsa o'tirib qolamanda, tepadan o'qib kelaman. Masalan, bog'lab ketish uchunda. Haligi sizga fikr kelmasa, o'qib kelasiz, o'qitib shunaqa qilaman va doim bilmayman 59 minutda chiqamanda, shunaqa bo'lardi-da. Asabiylashib ketardim. Hamma chiqib ketayotgan joyda men qolib ketyapman. Shoshilganimdan уже panika qilib yozib chiqardim. Time management menda problema bo'lgan. Endi shu narsani nimagaligini men Nozimaning darslarida ko'rib o'rgandim. So, demak, plan qilish kerak ekan. Shu paytgacha planning degan narsaga umuman qaramaganman. Unda mavzuni o'qiyman, yozib ketaveraman. O'zimcha eshilamanda. Eplayman deyman, lekin eplolmayman. Endi sizdan so'ray, guys. Plan qilarmi deysiz? Mana. O'zi bizda sabr yetmaydi-da, to'g'risi ham o'zbekda sabr yetmaydi. Erinaman, men masalan, birorta chernovikka yoki biror joyiga o'sha paperni biror joyga planlarimni yozib olishga ham erinamanki, sabrim yetmaydiki, bitada yozib ketsam-da, o'zimcha. Plan qilmaganman shu paytgacha. Va meni eng katta problemam shu time managementni ushlolmasligimga sabab bo'lgan. Ideyalarim irrelevant bo'lib ketardi. Irrelevant yozamda. Yes. Irrelevant bo'lib ketar. Ya'ni out of topic chiqib ketasizda. Siz bitta narsani chiroyli qilib plan qilib olmasdan yozib ketsangiz chiqib ketasiz. Menda shu holatlar ham bo'lgan. Oldin bo'lardi, examga kirdim, yozyapman, o'zimcha yozib ketaman. Keyin miyamga tepib qolardi. To'xta, mendan uni emas, buni so'rayapti-yu, deb turib olib ketib qolardim boshqa joyga. Boshqa joyga ketib olganingizdan keyin nima qilasiz? Biz ruchkada yozgandan keyin uni o'chirishni iloji yo'q. Keyin qalamda bo'lsa ham uncha narsani o'chirib chiqmaysizda, уже olib ketib qoldingiz boshqa joyga. Nima qilasiz? Iloyim ekspert tekshirayotganda sezmasam buni deysizda, yemagan gaplaringizni ulab ketib yorasiz. Masala jinnicha bo'lib qoladi. Menda bu holatlar ham bo'lgan. Shu plan qilmaslik bizda demak time managementni buzilishiga olib keladi katta ehtimol bilan mavzudan chetlashib ketib qolasiz. Hayolingiz ketib qoladi. Plan qilib olish endi qanaqa bo'ladi? No debdi. Hamma erinar ekan bizda. Hech qachon plan qilmaganman. Faqat hayolda map bo'ladi. Hayoldagi lekin ketib qoladi. Chunki men qanaqa qilardim, o'sha statement ana berilishi bo'ladi savolni. Masalan, onlayn yaxshimi, offlayn yaxshimi, nimadir qisqasi aytaylik, AI haqidami yoki texnologiyalarmi nimadir-da, rosa fikr quyilib keladi. Birinchi o'qiganingizda o'sha miyamda map tuzildi deylik. Tuzilgandan keyin o'sha yozayotgan joyimda ketib boradi qayoqqadir. Bilmayman, menda g'alatiroq qoladi. Siz darsidan keyin o'rganim. That's great. O'rganmagan bo'lsangiz zo'r. Fikrlarni aylantirib yozaveraman. Shu joyi ham qoladi, aylanib ham qoladi. Bitta narsani qayta-qayta aytib qo'yish holatlari ham bo'ladi. Chunki sezilmaydi-da, bunday yozib ketayotganingizda aravani quruq olib qochayotganingiz nimadirlar sezilmay qoladi. Ayniqsa o'rtasida fikr qotib qolsa, o'sha kelmayapti hech nima, o'z bergan narsani yana boshqacha yo'lda berib qo'yasiz. No, ideya bitta. Prosta siz bo'sh narsani gapirgandek bo'lib qolishingiz mumkin. Noizma Qadamovani aytisizmi? Teacher, Noizma Qadamova. IELTSga o'sha qizni marafonlarda o'qiyapman-da o'shanda. Sizda o'rganing. Meni studentlarim o'rganib olyapti. Okay, that's great. Avgustda yangi formatda bo'ladi, writing. Yangi format emas, mashiyu o'zi formati. Hammani chalkashtirmang. No. Unaqa ancha bo'lgan yangi formatga o'tib olganiga. Unaqa narsa yo'q. Yana nima demoqchi edim men? Esimdan chiqib qoldi. Kimdir sentyabrdan bo'lgan nimadir gap. Yangi format, new formatga gapirmoqchi edim. Yangi format o'zi bilgan hamma blog postga o'tib qolgan. Ya'ni oldin essay edi, hozir blog post bo'lib qolgan. So, bilasizmi blog post nimaligini? Blog post nimaligini? Post nimaligini? Yes. Yes or no? Blog post. Oy. Tak qilaman shunaqa. Yes, no, hammada har xil. Okay. Article debdi bittasi. Yes. Okay, yes bo'lsa aytinglarchi, a bit bo'lsa ham aytinglarchi, nima ekanini.
No yes, but no yes. Hamada har xil. Siz ayting. Nima, Bekorot sizdan bo'lsin tekshirdim siza. Okay. O'sha nimaligini aytmayapsizlar. 10% bo'larkan ba'zilar, hammadan har xil ekan. Men rosa siqildimda borku shu narsaga. Endi kitoblarni tayyorlab, o'zimcha o'quvchilarga voy mana sizlarga degan joyimda yangi formatga o'tib ketdi. Oldin o'sha eski formati yaxshi edi-ku, moslashib ketasiz endi. 2023da ham o'shunday edi, bunday edi, bunday edi. Ancha moslashib qoluvdik. Keyin bitada blog post dedida, dedim, yuragim siqildi. Buni 3 xil odamdan o'rgandim. Odam emas. Birinchisi ChatGPT. ChatGPTdan so'radim. Blog post nima bo'ladi dedim. U tushuntirib bergan narsa qanaqaroq bo'ldi. Как mana men kanalimga yozishim mumkin biror narsa haqida. Aytaylik, bugun avtobusda qanaqadir holat bo'ldi. O'sha haqida men sizga tekstda yozishim mumkin. Blogim bor. Blogimga post qilib yozishim mumkin. O'zimni fikrimni share qilishim mumkin. Просто share your own thoughts. Ya'ni o'zi fikringizni share qilasizda. ChatGPT menga shunaqa tushuntirib berdi. Любой odam long read postlar yozadi-yu, biror narsaga fikrini bildirishi mumkin. Просто sizga savol beriladi. Masalan, AI dedimi? O'sha AI ni hozir biz hayotimizdagi roli desa, shunga o'z fikringizni bildirish dedi. ChatGPT. Undan keyin bitta 8.5 bor instruktordan so'radim, blog post nima deb. Uni tushuntirishi boshqacha bo'ldi. Keyin multi-level instruktordan so'radim, blog post nima bo'ladi dedim. U yana boshqacha tushuntirdi-da. Qisqasi, meni miyamda chalkashib ketdi hammasi. Ha, xo'p dedim, moslasharkanmiz deb rosa o'quvchilarga tushuntirishga harakat qildim, lekin o'zim ham 100% tushunmagan holatda, o'zim yoqtirmagan holatda dars o'tdimda. O'zimda ham даже blog post aynan nima so'ralishi haqida tushuncha yo'q edi. Keyin nima bo'ldi? Something happened. O'sha meni fikrim juda ham o'zgarib ketdi. So, men blog post yozib chiqdim. O'shanda ham 60 nechadir oldim. Esimda qolmaydi, shu 60 nechadir oldim. Blog post shaklida yozganimda. Undan keyin bitta qiz 72 oldi. Ko'rdinglar-a? Writing 72. Writing 72 olgan qizim menimcha hamma taniydi-ya. Ismini eslolmayman-da, shu men qariyaman bor-ku. Eslolmayapman odamlarning ismlarini. Eslab qololmayapman to'g'rirog'i. Writing 72 chiqdi bitta qizda. Ismini eslasam sizlarga ham aytardim. Okay, bitta qiz bor edi, qisqasi. O'sha qizda zo'r chiqdi-da natijasi. O'sha qizni ko'rdim. Adashmasam Husan Abdumo'minovni o'quvchisimi ekan, nimadir ekanda, o'sha kursda mentorlik qilarmidi ekan. O'sha joyda ko'rib qoldim. Baribir eslamadim. Okay, anyways, shu qizniki writing 72 chiqdi va IELTS 8 bor ekan. IELTS 8 bor ekan. O'sha qiznikini o'qidimda. Men juda ham tahlil qilishga ustamanda, o'ta ham analizni yaxshi ko'raman. Shu odamni qisqasi omad tilaymiz. O'sha topolmay qoldim ismini. Shu qiznikini o'qiganimdan keyin tahlil qilib, analiz qilib topolmadim. Blog post degan joyini topolmadim. Umuman yo'qda blog post degan joyi. Haligi men o'rgangan yoki IELTS instruktorlar, multi-level instruktorlar aytgan narsa yo'q. Blog post degan joyi yo'qda uni. Men kutgan 3 xil narsa yo'q. Prosta shunday essayni yozib qo'yganda, essayni shunday yozgan, IELTSni essay qanday bo'lsa, xuddi shu narsani yozgan, u fikrlashi, hamma narsasi chotga chiqqan. Okay dedim. Demak, blog post degan narsa u kerak emas. Miyamga qiynab, singdirib o'tirishning hojati yo'q. Essay bo'yi qoldi deb hisoblayver dedimda, oxirgisida 70 olib chiqdim unda ham. Yozdim va 64 chiqdi. Ya'ni IELTS bo'yicha yozdim. Blog post yozsam necha chiqdi? Hozir topib kelaman sizlarga shuni. Aniq-aniq. Qaysi edi? $61 chiqdi. Yeah. So, demak, blog post yozganimda 61 chiqdi, essay yozganimda 64. Endi albatta mavzuga ham qaraladi-yu, oxirgi marta olgan mavzuyim shu darajada jinnicha mavzu bo'ldi. Road safety tushdi-da. Mavzuni ham anglab bormadim, road safety tushdi.
keyin nimani yozdim ham esimda yo'q-ku, lekin 64 bo'ldi. Essay dek yozdim. So, mana qizingni o'chirib oling. Mana. O'zbekmanda baribir erinaman shunday yozib qo'ygan. Copy paste qilib tashlamoqchiman sizlarga. Mana. Ko'rdingizlar? Demak, bemalol siz essaydek yozsangiz bo'ladi va shundan keyin okay dedim. Men blog postda boshimni og'ritmayman. Noizaman marafonda o'qiyotgandim, o'shani o'qishni davom ettiraman dedim. Ya'ni demak, mendagi problema u structure, ya'ni strukturani tushunmayotganim emas, meni bilmim yaxshi bo'lsa, okay, IELTSni essayni yozib chiqsam, men chiroyli ball ola olmayman. Knowledge-ga bog'liq dedim. Okay? Farqini aytdim-ku, hozir aytdim, men blog postni farqini tushunmayman ham. Blog postda o'sha как o'zi fikringizni berish tushunildi. Menga strukturalarni ham har xil o'rgatishdi. O'shuning uchun sizga hozir bittasini o'rgatishim uchun o'zim tushunishim kerak-da. Okay. Faqat o'zim fikrim berdim. Mana 61 yozganda umuman structurelar ja unaqa yo'q edi-da, fikr berib ketdim. Masalan, nima shu esimda yo'q-ku 61 olganimda. Aytaylik, librarylarni ahamiyati desa, masalan, o'sha yoqqa tushgan bo'lsa, men berganman Bari One'da bitta plyusini, library bo'lishini, Bari o'qiganman-da, ikkinchi plyusni yozganman. Bo'ldi. Shunaqa narsa bo'lgan va ana conclusion nimadir qismlardan berishga to'g'risi ulgurmadim shekillimi. Qisqasi conclusion qilib bermaganman-da, o'zimni fikrimni yakunlab qo'yganman. Shunaqa narsa berilgan, umumiylashtirib qo'yganman. Overall deb turib gapirib ketganman yoki nimadirlar deb gapirib ketganman. Qisqasi blog postda faqat o'zim fikrimga tayanganman, strukturalarga emas. Men shunaqa tushunuvdim-da blog postni. Ana IELTS'nikidek akademik qilmadim. Chunki o'zimni fikrimni oddiy yoritaman deganim, unda ham 61 chiqdi, bunda ham 64 chiqdi. Bilim baribir bir xil. Mana menimcha osonroq tushib qo'yganman yoki ko'proq yozganmanmi, nimadir bo'lganki, o'shuni hisobiga. Okay? There has been an ongoing debate over whether deb boshlab IELTS'ga o'xshatib qayroq strukturalar bilan yozsa bo'ladimi. Voy bu, unaqa yozmang. Yodlangan narsa bo'lmaydi. Men o'zim ham oldin qilardim. Simonda o'rgangan. It is no doubt true that deb shunaqa yozib tashardim, nimadirlar. Lekin yodlanganki, haligi uzun qilib ma'no mazmuni qisqagina bo'lgan narsani uzun yozmoqchi bo'lasiz. Endi hamma har xil maqsadda yozadi. Ba'zilar so'z ko'paysinga yozadi, ba'zilar o'zi o'rganib qolgan shunga. No, lekin tabiiy bo'lish yaxshiroq. Okay? Demak, men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, ikkinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, birinchisi bo'ldi o'sha plan qiling dedim. Ikkinchisini aytdim, multi-level IELTS ajratib o'tirmang. Chunki men task 2ni IELTS challenge studentlarimga, multi-level challenge studentlarimga ham bitta narsani o'tib berdim. Ya'ni ularga structure kerak, struktura kerak va biz essaylardan olyapmiz, task 2lardan olyapmiz, IELTS'nikidan. Chunki o'zim ham xuddi shu bo'yicha tayyorlanyapman. Okay? So, bu tushunarli bo'ldi va bugun sizga zo'r narsa ko'rsatib beraman. Noizmanikidan avval mana ularni bir qator ko'raylik-da. Sizga aynan qanaqa tushdi. Buni yig'madim, shunday copy paste qildim debda kanalda. Tushganlarni yig'ishgan ekan. Sizga xuddi shu narsa tushadi. Mabodo Bekmurodga o'xshab IELTSdan oldin prosta qiziqishga topshirib ko'rmoqchi bo'lsanglar, multi-levelni xuddi shunaqa narsa olasizlar. Demak, you are participating in an online discussion deydi. Ya'ni shunaqa online discussionda qatnashyapsan, tasavvur qil deydi. The topic is, sizga berilgan topic deyapti. Working hard is the only way to be successful. Xuddi shunaqa mavzuni siz IELTSda ham olishingiz mumkin. Faqat unda keyin yozib qo'yadi. To what extent do you agree or disagree? Yoki qanaqadir nimadir beradi-da. Ana turlariga bo'lib yuboradi. Essay typelarga bo'lib yuboradi. Bu yerda o'sha essay type'ni ko'rsatmaydi xolos. Va keyin post your response, giving reasons, examples deydi. Write about mashincha so'z deydi. Va bu degani sen 3 ta bari qilib o'tirma, 2 ta bari yetadi senga degan. Okay? Mana, buni tushundingiz? O'sha qattiq ishlash successful bo'lishni yagona yo'li deyapti. Yana mana tushganlarda bolalarga pulni manage qilish maktabda o'rgatilish kerak, shunaqa sodda narsalar tushadi. Va unaqangi qiyin mavzu kutmang.
IELTSda ancha murakkab mavzular tushadi. Men ko'rdim, task to'larda o'tayam bir aji-buji narsalar tushishi mumkin ekan. O'zi task one'larda ham ajoyib narsalar tushadi unga. But multi levelda siz kutmang, o'tayam mujmal, siz tushunmaydigan rosa ham o'ylashingiz kerak bo'ladigan narsa bo'lmaydi. Bemalol ola olasiz. Masalan, kitoblar muhimmi? Digital age'da bolalar community service'da studentlar qatnashsinmi? Oson, sodda. Okay? So, bu tushganlar 12 ta tushgan. Bu faylni maybe tashlab berarman. Endi sizga the best approach. Yeah, sizga o'sha 60 plus olishingizni garantiyalaydigan approach bu birinchi planning qilayotganda planning qilamiz dedik-ku. O'shanda idea developmentni qanaqa qilishni o'zim o'rgat va sizga ham xuddi shuni o'rgatmoqchiman. Aytaylik, birorta mavzuni olaylik. Hozir birni qaysi narsa bo'ladi? Mana uni olaylik. Sizga tashlayman va siz fikringizni bildirasiz menga. Okay? Sizdan so'rayapti. Savol tushdi. Higher education hammaga free bo'lsinmi? Ya'ni bizda nima desa bo'ladi? Universitetlar pulini to'lab bersinmi davlat? Yes, no. Yes, no. Nima deysiz? Universitet pulini to'lab bersinmi emas, endi tekin bo'lsinmi? Hamma tekinga o'qisinmi o'sha universitetlarda? So, biz birinchi qiladigan ishimiz bo'ldi understand the task. Ya'ni tushun, nima so'rayapti sendan? Biz tushundik. Xo'p, hammaga free qilib bersinmi deyapti. Higher educationni. Ya'ni siz bilishingiz kerak, nima so'ralyapti sizdan? Savol nima? Buni tushunmasdan yozib ketib qolmang. Men bir marta qilganman. Shuni o'qiganman, yozib ketganman, keyin ideya kelmagandan keyin yana qaytib keyin savolni bitta o'qiysam, boshqacha savol bo'lgan. Shunaqa qonunchilik paytli bo'lib qoladi. Aniq tushunishingiz kerak. Va o'zingizni positioningizni ko'rsating. Your position. Qaysi taraf tanlayapsiz? Tekin bo'lsinmi? Bo'lmasinmi? Yes, to'laydi-ku, to'laydi. Yes, no. Hammaga tekin bo'lsinmi desa, unda lazylik ko'payib ketadi. Normalni o'qisa student to'laversin, o'qimasa o'zi to'lasin studentni. Okay, hammada har xil fikr. Yeah. Qaysi tarafni oling endi? Masalan, men o'zim ham aytaman, 100% unaqa hammanikini davlat to'lab bera olmaydi. Masalan, magistraturani qizlarnikini to'lab beradi-ku. But no deyman. Qizlarga bo'lsa ham okay. Endi butunlay davlatnikini to'lab berish u qiyin bo'ladi yoki free qilib qo'ysa bo'lmaydi-da davlatga. Chunki uni boshqa qiladigan ishi ham bor-da davlatda. degan bo'lardi. Endi ikkinchisiga qiladigan ishimiz generate ideas. Bizga ideyalarni doim o'ylashimiz kerak. Mana men aytdim sizga davlatda boshqa qiladigan ishi ham bor-da deyapman. Endi ideyani generate qilganda biz strong reasons berishimiz kerak. Prosta endi yaxshi bo'ladi-da davlat to'lab bersa. It will be good for people. It will be good for citizens. Good deganingiz bu siz uchun reason emas. Studentlarda ko'rganman shu narsani. Good deydi yoki poor familylarga bad bo'ladi deydi. Poor qanaqa qiladi? Poor familylarga bad bo'ladi desiz, bu reason emas. Siz argumentlarni kuchlilaridan berishingiz kerak. Okay? Bo'lmasa quruq bo'sh yozgandek bo'lib qolasiz va sizning natijangiz yaxshi chiqmaydi. So, endi qanaqa qilib reasonlarni berganda ideyani develop qilamiz. Masalan, body one'da aytishimiz mumkin. Mana o'chirib qo'ying. Okay, free qilsa nima plusi bo'ladi? Free qilsa nima plusi bo'ladi? Buni idea beramiz plus explain qilamiz. Keyin nimaga yoki how deymiz va keyin beradigan narsamiz result. Qanaqa resultga olib keladi? Hammaga tekin qilib bersak bo'ladi. Oxirida example berishimiz mumkin. Mana. Endi siz menga shuni tushuntirib beringchi. Birinchisi bo'ldi bizda free. So, free bo'lsa nimasi plus? Only gapirib bering. Davlatga moliyaviy zarar. Free ni plusini gapiraylik. Xo'p, ba'zi odamlar aytadi, free bo'lsin deb, ya'ni bizni taraf bo'lmasa ham anavi gapirib o'tishimiz kerak-da. Gapirib o'tsa bo'ladi, bemalol. Free bo'lsa nima plusi bo'ladi? Siz ideyani bering,
keyin tushuntirib bering nimagaligini, qandayligini yoki nimagaligini yoki qandayligini. Keyin result bo'lsin. Hammaga free qilib qo'ygandan keyin bolalar mazza qiladi. This is my example. Advantages, disadvantages. Free bo'lsa for studentlarga afzal. Yes. O'sha mana shu ideyani olsak bo'ladi, shu zo'r chiqadi. Dahshat chiqadi. Birinchisiga free bo'lsinga yes deyapmiz. Endi qanaqa desak bo'ladi? Mana bizga mana higher education kerakda, important-da bizga. Bizga tekin bo'lsin, chunki higher education important. Bizga future uchun как professional skilllarni qilib beradi bu, to'g'rimi? Bizga kerak bu narsa. Kelajakda yaxshi ish topishimiz uchun bizga professional skills and knowledge bilan provide qilib beradi. Mana provide degan so'z qolib ketdi. Provide qilib beradi. Professional skills and knowledge for future. To'g'rimi? O'qigan odam baribir, masalan, aytaylik, maktablarda ishdan haydash bo'lib ketyaptimi? Birinchi o'rinda o'qimaganlar ketadi, ikkinchi keyingi o'rinda turadi-da, o'qigan. Bitta ustunligi bo'ladi. Qolganlarchi, rosa ko'payibdi. Moddiy jihatdan qiynalganlar, kontrakt to'lashni o'ylamay ko'proq o'qiydi. Uni ham yozsangiz bo'ladi. Yes, bola full fokusini studiesga qaratib oladi. Financial qandaydir struggle'larni o'ylamaydi. Hamma bir xil bo'ladi, equal bo'ladi, to'g'rimi? Teng bo'ladi. Boysan va o'quvlisan, boymassan, o'qimaysan. Ularda yetarlicha sharoit bo'lmaydi. Poor familylarni va tenglikni aytsa bo'lar ekan. Okay. That's great. Endi mana muhim dedik, to'g'ri, mana tepada pastda demoqchiman. Ideyamiz yes dedik, tushuntirib bering deganda bizga mana bu muhimda dedik, tushuntirganimiz. Endi why yoki how ekanini tushuntiramiz. How? Masalan, remove course, mana poor familylar ham bemalol o'qilaydi, to'g'rimi? Mana endi poor demaymiz, chiroyliroq yozaylik. Low income, ya'ni kirimi kam. Masalan, ota-onasi oyiga 800 ming topadigan bo'lsa, bo'lishi mumkin oilalarda. Shunaqa low income familylarga familylar bemalol attend qila oladi. Attend qiladi universityga without worrying. Voy, pul to'lashim kerak, bolam bugun bormay tur, sendan o'qituvchim pul so'raydi yoki kontrakt to'lamasang unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, bormay tur degan narsalar bo'lmaydi ota-onada. Bola hammani oldida izza bo'lib qolmaydi. Ya'ni worry qilmaydi-da. Hozir ota yoki ona yoki bola demadim, without worrying dedim. Shu financial situationdan worry qilmaydi. Financial situationdan. Ana. Buni why yoki how ga tushirish kerak edi. How dedik. Qanday desa, mana qarangda deb tushuntiryapmiz. Siz o'sha university feeni yo'q qilib yuborsangiz, kontraktni yo'q qilib yuborsangiz, shu bechora odamlar ham qatnasha oladi, financial situationni o'ylamaydi. Endi qanaqa resultga olib keladi? Biz hozir how ni tushuntirdik, qanaqa result? Bizda equal opportunity bo'ladi. Opportunities. Ya'ni teng imkoniyatlar bo'ladi hammada. Va allow qiladi, maybe qattan bilasiz, o'sha kambag'allarning ichida talantli bolalar bordir. Allow talented people deyman-da, to'g'rimi? People bemalol nima qila oladi? Successful career qura oladi. Agar siz bunga bu imkoniyatni bermasangiz, butun umr qandaydir constructionda, qurilishlarda o'tib ketish mumkin. Balki miyasi juda zo'rdir. Shu davlat tekin qilib bergani hisobiga bular talantlarini kashf qila oladi. Bo'lmasa butun umr ichida qolib ketadi. Successful career never and ever qura olmaydi. Result ham aytdik. Endi example berishimiz kerak. Masalan, aytaylik, birorta o'sha poor familydan chiqqan bolaga biz aytaylik, nima deydi? Effort qila olmaydigan, poor familydan chiqib effort qila olmaydigan bolaga biz
imkon berdik. O'sha opportunity berildi bunga. Opportunity berildi va bu judayam talantli odam bo'lib chiqdida. Hozir men gapirib bergan narsa. Talantli odam bo'lib chiqdida. Endi qanday qualified teacher bo'lishi mumkin yoki doctor kimdir bo'lib yetishib chiqishi mumkin. Buni qo'shib yuborsangiz bo'ladi, yana world famous nimadirlari. Okay? Mana, hozir men aytib o'tgan hammasini aytdik bu yerda. Idea, explanation, why yoki how, keyin result va example berildi. Shu zo'r usul ekan. Bir xil ketasiz, chiqib ketib qolmaysiz mavzuda. Ideya dedi, mana higher education important dedi, hammasini bir xil ranglarga olib beraman hozir. Mana, sarib qoldim buni. Tushuntirib berdi keyin. To'g'rimi? Keyin mana explain qaysi rangga olaman? Ko'p ekan bu, rangim kam ekan. Okay, mana. Bu bo'ldi. How deganda, how ni ham yozdik. Bunga olaman endi. Remove courses, hamma bemalol financial situation xavotir olmay o'qiydi dedik. Lekin qanaqa resultga olib keladi bu deganda, hamma teng o'qiydi va talantli odamlar ham successful career qura oladi. Example ber deganda, masalan, bitta poor familydan chiqqan bola ertaga katta odam bo'lib ketishi mumkin dedik. Ko'rdingiz-a, har birini mana tepadagi bilan pastdagi holatga tushganini ko'rsatib berdim. So, barivanni tushundingmi? Qanaqa bo'lishini? Ranglari ajib-ujib bo'lib ketdi, lekin but still zo'r yozdik. Mana shu narsani plan qilish deydi. Idea generationda shu zo'r ishlaydi. Men oldin Simonda ko'rganman. Simondami, kimda eslolmayapman. Simonda shekilli. 3 ta ideya berardi, bitta barida, lekin Nozimanikida ko'rdim. Bitta barida bitta ideyani bering yetadi va o'shini yaxshilab ochib berishni o'ylaysiz. 3 ta, 4 ta nimadirlar qilaman demasdan, kerak bo'lsa 2 ta ham ko'p, chunki ikkoviga taqsimlaganingizda vaqtingizni manage qila olmay qolasiz. Bittani olingda, xuddi shu usulda ochib bering. That's enough. Dedi. Okay? Yes. Qoraga bo'yaman. Qoraga bo'yamadim. O'zi qorada yozganman. It was ko'k. Blue. So, endi ikkinchisida nimani yozamiz? However, deylik, lekin hammaga tekin qilib bersa nima bo'ladi? Hammaga tekin qilib bersa minusi nima? Ana. Hammaga tekin qilib bersa buni minusi nimada? Hamma teng o'qiyman deydi. Qaysini gap qo'ysam, boshqa rang yo'q ekan. Mana gap qo'yim. Mana. Yes. Endi ko'rinyapti menimcha. Da, surib qo'yim. Endi mana o'chmas ekan. Sizlar yozib turinglar, men buni o'chirib turaman. Qani tekis bo'ldim? Yo'q, tekis bo'lmadi. Bo'ldi. Barivonni yozdik. Strong narsa berdi, kuchli, rostagam go'shli narsa berdi. Strong nima, go'shli deyman doim. Bariti. Endi however, lekin men aytamanki deb turib, o'zingiz mana qo'shilgan tarafsiz bu yoqqa yozyapsiz. Lekin men aytgan bo'lardim, hammaga 100% tekin qilib bersangiz, bu bo'lmaydi. Nimasi bo'lmaydi? Qani budget pressure. Davlatga bosim kelib ketadi. Yes. Rosa ham bosim. They take it for granted. Da. Ana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q degan narsa bo'lib ketadi. Davlatning o'zini ekonomik holat. Shu menimcha ham. O'qigan o'qiydi, o'qimagan yuradi, laylak haydab. Yeah. Tekinxo'rlik ko'payishi mumkin. Oh my god, qadr qolmaydi ta'limda. Davlatga daromad kelmaydi educationdan. Authorityda financial problems bo'ladi. Lazy bo'lib ketadi. Government qiynaladi. Bilimni qadri tushadi. Yes. Okay. Fikrlar zo'r. Mana shu narsani endi xuddi tepadagidek idea, explanation, how, result, example qilib ochib berishimiz kerak.
So, endi ideyamiz bo'ladi. Free bo'lsa, deymiz, financial burden bo'lib ketadi, yuk bo'lib ketadi. Kimda? Albatta governmentda. On deb qo'yaveraymi. On governments. Governments. Yeah. Hukumatlar uchun, ya'ni bitta o'zimiz davlatda olmayapmiz. Hukumatlar, любой davlatning hukumati uchun bu iqtisodiy jihatdan kattagina yuk unga. To'g'rimi? Endi masalan davlatga umuman tushum kelmaydi educationdan. Naоборот, u to'laydi. Parta, stol, svet, nimadirlar, teacherlarni oyligi, hamma yoqqa to'laganda financial burden bo'lib ketadi bunga. Endi o'shani tushuntirishimiz kerak. Oy, just a sec. Financial burden bo'ladi. Tushuntiramiz. Mana gapirdim-ku tilim bilan. O'shani yozamiz endi. Mana require qiladi. Large amount of nimalarni require qiladi. Amount of money to pay teachers deyish mumkin. Masalan, o'qituvchilarga to'lashimiz kerak yoki equipmentlar bo'ladi, to'g'rimi? Facilities uchun to'lanadi. Turar jihozlar uchun to'lanadi. Equipment. Ana sport zalni remont qilamiz deyish mumkin masalan, yoki hammaga bir xil qilib elektron doskalar qo'yamiz deyish mumkin. Bu ham ana financial burdenni tushuntirib berdik, explain qilib berdik. Endi why yoki how deganni aytish kerak. Qanaqasiga unaqa bo'ladi desa, hay to'lamagandan keyin pul katta xolingidan keladi degan narsani qo'yishimiz kerak. Okay? If students don't pay, ana ular to'lamagandan keyin cover qiladigan kim bo'ladi? Shu authority bo'ladi, hukumat bo'ladi. Ana buni qayerdan qiladi? Public fundsdan qiladi. Odatda o'sha umumiy davlatning tushumi bo'lgan joydan bu yoqqa to'lab boradi. Right? Haligi boshqa narsalarga sarflashi kerak bo'lgan narsalarni ham bu yoqqa to'lab borishi mumkin. Umumiy budjet bo'lsa, fond bo'ladi-ku davlatniki. O'shani to'lab boradi. Ana. How-ni aytdik, endi resultni. Natijada xuddi o'sha men aytgandek, health care'ga masalan to'lanishi kerak pulni yoki education dedim men. Educationga to'lab beryapti. Schools deylik, mana maktablarga. Maktablarga ketadigan pulni yoki infrastructure, o'zi butunlay davlatni tuzilmasi bo'ladi-ku. Infratuzilma deydi. Buni o'zbekchada I don't know. Boshqa sohalarga kerak bo'ladigan pullarni demoqchi. Shularni nima qilaveradi? Ishlatib o'rgandan keyin bularda kamayib ketadi. Yeah. Public fundsdan studentlar to'lamagani uchun bular cover qilib berdi, yopib berdi hamma xarajatini. Biza health care, school, yana nimadirlarga davlatni o'zini boshqa sohalariga pul kamayib qoldi. Ana. Masalan, deymiz, aytaylik, o'ta hamma topshiravergandan keyin universitetga billions demanda, millions of deymiz. Money in millions of demayman. Qisqasi, money spent bo'lgandan keyin, ularga ishlatilib bo'lgandan keyin bizda less funding bo'ladi. Aytaylik, hospitallarni qura olmaymiz. Less funding to build hospitals deylik. Chunki bu doimiy bizga zarurat-ku. Hospitallar o'ta ham kerak. Yoki biror narsalarni improve qila olmaydi. Public facilitieslarni improve qila olmasligi mumkin. Facilities. Yes. Mana. Endi buni ham xuddi shunaqa ketdi. Ideamiz financial burden bo'ladi dedik. Mana sarib qolyapman. Keyin explain qilib berdik. Nimaga burden deyapsan desa, chunki rosa ko'p pul talab qiladi dedik. Buni aytib berdik. Qanday unaqa bo'ladi desa, mana qara, sen o'zing to'lamagandan keyin davlat to'lab beradimi senga? Ana, bu pulni qayerdan oladi? Davlat cho'ntagidan olmaydi, public fundsdan oladi-yu, dedi. Keyin, bunaqa to'laversa nimaga olib keladi? Qanaqa oqibatlarga olib keladi? Pozitivmi, negativmi desa, конечно, boshqa joylarga ishlatiladigan pulni mana
Biz ishlatib yuboramiz, minusga kirib ketamiz. Kamayib qoladi bizni pulimiz, dedi. Endi example qilib berchi desa, hop, masalan, senga million pulni, davlat pulini ishlatib yubordi educationga. Qolgan narsalarni qilib bera olmay qoladi. Hospital qurib bera olmay qolishi mumkin senga yoki biror public joylar buzilganda to'g'rilab bera olmasligi mumkin davlat, dedi. Okay. So, sizlar bilan mana tepada bitta idea development qildik, bitta ideyani ochib berdik. Bu yerda ham bitta ideyani ochib berdik. Endi sizga savol. Idea development endi qila olasizmi? Guys. Accumulated taxdan, taxdan ketadi, soliqdan ketadi, yes. Davlatdan soliq olinadi, o'sha soliqni bu yoqqa ishlatib yuborgandan keyin naoborot bizga minus bo'lar ekan, soliqni oshirib yuboradi rostdan. Yes. Shunaqa holat bo'ladi. Siz o'ta o'z bilan maslahatlashishingiz kerak-da. O'zga o'zi tushuntirib beray. Men masalan o'zimga o'zim gapirdim, hozir to'g'rimi? Shu narsa menga doim yordam bergan. Task 1da ham, task 2da ham, kerak bo'lsa raisinglarda ham meni ertakchiligim juda ham katta yordam beradi. Chunki juda ham jonim qadriga yetadigan odamman, o'zim qiynagim kelmaydi. Deganiga nimani yozishim kerak deb o'tirmayman. O'zimga soddalashtiraman. Miyamni qanchalik qiynamasdan sodda qilib o'rgatishga harakat qilganim sari u menga chiroyli ishlayveradi. Okay? Qanaqa plan qilishni o'rganib oldik. So, nimadan gapirishim kerak degani? Idealarni generate qilishni o'rgandik. Endi structure'ni o'rgatish shart emas-ku. Qanaqa organize qilishni, okay, aytib qo'yay. Bir xil bo'ladi-da. Multi-level uchun bir xil bo'ladi. Introduction bo'ladi. Birinchi introduction bo'ladi, body 1 bo'ladi, body 2 bo'ladi va keyin conclusion bo'ladi. Endi mana ikkala joy bizga unaqa muhim emas. Bularni ham yozish o'ta ham oson. Ularni endi o'tirib yana gaplash kerak. Bizda hozir vaqt yo'q unga. Body 1, body 2 bizga go'shtli bo'lish kerak, chunki shu joylari bizni hal qilib beradi-da. Bu bodylarni ichida siz bo'sh narsani olib qochib yuribsizmi, yo ideyangizga aldayapsizmi ekspertni yoki siz rostiga manaqa go'shtli bera oldingizmi? Chunki o'qiyotganda, sizni mana yozganingiz o'qiyotganda miyasi o'ylamasin. Hamma narsani siz ko'rsatib beringki, miyasi o'ylamasin uni. Okay? Shu sizga plusga ishlaydigan narsa. Hammasini o'rgandik. Va o'zingiz uyda qilib ko'rsangiz bo'ladi. Shu har bitta mana berilgan narsalar, masalan, working hard is the only way deb gapirdi o'sha. Successful bo'lish uchun qattiq ishlash eng muhimi desa, masalan, aytasiz, yozishingiz mumkin Parivonni birinchisiga, da muhim, chunki 1000 talenting bo'lmasa ham, sen o'z ustingda ishlamasang, u nothing deyishingiz mumkin. Ikkinchisida yana nimadirni yozishingiz mumkin-da. Ideyalarni shunaqa qilib o'zingiz develop qilishga harakat qilishingiz kerak. Mana uni yodlab oldingiz уже, menimcha hamma yodlab oldi. Sizga ikkita ko'rsatib berdim. Gulli qilib, umrimda bunaqa gulli qilib yozmaganman-ku, but still. Endi barilarni to'liq qilib yozaman deganingizda ham gap qilib qo'ysangiz bo'ldi bularni. Qarang, unaqa uzoq vaqtimiz ham ketmadi o'ylagani. Chunki bog'lab ketdik xolos. Shunaqa qilish kerak edi. Example bu majburiy emas bo'lsa, result-chi. Nima deganingiz? Example bu majburiy emas bo'lsa. Example beriladi lekin. IELTSda ham example berish juda ham kerak narsa ekan. Uni ham eshitdim va multi levelda ham example beraman men. Doim beraman. Majburiy emas demadim hech nimani. Buni hammasini yozishingiz kerak. Prosta mana why degan narsa explainni ichiga chiqib ketadi. Bunda olib qo'yaymi? Hammasi muhim. Bu yerda muhim emas degan narsani aytib o'tmadim, guys. Hammasi muhim biz uchun. Okay? So, nimalarida gaplarim? I guess that's it. 45 minut gapirdim. So, nimadir foydali o'rgandingizmi? Did you learn something?